Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan kulchali somsa tayyorlaymiz. Ish oddiy xamir qorishdan boshlanadi. Unda sut, dro'ja, bitta tuxum, tabga ko'ra tuz solinadi va kerakli miqdorda yog' ham solinadi. Shundan keyin un solinib, yaxshilab xamir qoriladi. Xamir 10-15 daqiqa tindiriladi. Shu vaqt orasida nachinkasi uchun go'sht, kartoshka va piyoz kerak bo'ladi va ularni mayda-mayda qilib to'g'raymiz. Nachinkasi uchun qora murch, tabga ko'ra tuz va qolgan ziravorlarni ham solishingiz mumkin. Xamir tindirilgandan so'ng zuvolalarga ajratib olinadi. Xamir shunaqa qilib aylana tarzda yoziladi va o'rtasi teshilib, nachinkalari xamirning chetiga qo'yilib chiqiladi. Duxovkaga 180 gradusga yarim soatga qo'yiladi. Hammaga yoqimli ishtaha tilab qolamiz.